Assalamu alaykum. German tili ögünüvatqan dostlar, yaxşımısızlar? Bu videoda men sizlarga german tilidagi almashlar to'g'riliq qisqa tushuncha beray. Almash degan nima? Ya'ni Uyg'ur tilimizda almash degan nima degan vaqtida jumlaning ichida fe'l va o'zidan boshqa so'z turkumlarining o'rniga almashib keladigan so'z turkumi almash deb ataladi. Ya'ni ism, sifat degandek boshqa so'zlarning o'rniga almashib kelalaydi, ammo fe'lning o'rniga almashib kelinmaydi. Bu alayidlikni esinglar tutinglar. Endi almashning turlari. Sizlar balkim almash desa bu nimidu? Almashib qoldigan, almashadigan degandek ma'nosi bormidi deyishinglar mumkin. Shundoq, haqiqatan shunday ma'nosi bor. Endi ammo buning turlari bor. Turlari bo'yicha yoki misollar bilan bersam, texnik yaxshi bila olishinglar mumkin. Masalan, qarasanglar, shaxs almash, ko'rsatish almash, savol almash, o'zlik almash. Masalan, savol almash deganda bila olasizlar. Savol so'raydigan. Masalan, kim, qayer, qancha, necha deganga o'xshash savollar, ya'ni. Shuning o'xshash bir nechta turlari bor. Masalan, aniqlash, belgilash almash, bo'lishsiz almash, aniqsiz almash, ya'ni bu ismlari, bu grammatikalik ismlari esingizda qolmasin, lekin o'rnaklar. Almash degan nima desa, masalan, men, sen, u, biz, sizlar, ular yoki u, bu, mushu deganga o'xshash ko'rsatish almash, kim, qayer, qancha degandek savol almash, o'zim, o'zing, hamma, butun, jimi, barliq, hech narsa, hech ish, hech gap, qachondir, qandoqdir, allaqandoq degandek mushu xil so'zlarningki almash so'z turkumiga tava ekanligini bilib olsanglar bo'ldi. Endi buning ichida asosli bizga hozir lozim bo'lgan nima desanglar, shaxs almash, ya'ni men, sen, u, kim, ya'ni so'zlash uchun cho'qim bu muhim. Bu shaxs almashlarni bilishimiz kerak. Yana birisi savol almash. Savol so'ray olish, savollarga javob berish, boshqalar so'ragan savolni tushunib javob bera olish uchun savol almashlarni bilishimiz kerak. Masalan, kim, qayer, qancha, necha, qandoq, qaysi, nimishqa, qachon deganga o'xshash, ya'ni. Anaga Uyg'ur tilida shaxs almashlarning kelishlar bilan turlanishi. Ya'ni masalan, men, sen degan bu shaxs almashlarga kelish deganligi baş kelish, egilik kelish, tushum kelish, berish kelish, ya'ni german tilidagi akuzativ, dativ, nominativ deganga o'xshash. Ya'ni bularning turlanishini men desa baş kelish bo'ldi. Ya'ni hech qanday qo'shimcha kelmaydi. Egilik kelish degani mening, sening, uning, bizning, sizlarning deganga o'xshash. Tushum kelish degani meni, seni, uni deganga o'xshash. Ya'ni bu kelishlar bilan shaxs almashlarning, men, sen, u degan shaxs almashlarning kelishlar bilan turlanishini cho'qim bilib olishimiz kerak. Endi bu shaxs almashlarning kelishlar bilan turlanishi degan nima desanglar, german tiliga yangi o'rganayotganlar balkim beshinglar qayib ketgan bo'lishi mumkin. Bu ajab to'la nominativ deydi ekan, akuzativ deydi ekan, dativ deydi ekan. Bular nima degan gapdi zodi? Uyg'ur tilida buni qanday tushundigandimiz deb o'ylab qolishinglar mumkin. Masalan, bu jadvalga qarasanglar, shaxs almashlarning, ya'ni nominativ degani men, sen, u degan qo'shimcha qo'shilmagan holatini ko'rsatadi. Akuzativ degani meni, seni, uni deganga o'xshash shaklni ko'rsatadi. Dativ degani manga, ya'ni yo'linish, manga, sana, uningga degani. Men buni keyinda ayrim berdim. Bu bir jadval ikrar rasmni tortib, aralab ko'rib tursanglar bo'ldi, ya'ni esinglarga elib olish, yodlab olish uchun. Nominativ qarasanglar, bu baş kelish, ya'ni hech qanday qo'shimcha qo'shilmagan holatda kelish degan gap. Men, sen, u, biz, ya'ni ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ya'ni as cho'ng yozilgan vaqtida sili o'zlari, ya'ni hurmat takallub bo'ldi. Ikkinchi shaxsning. Andan sie kichik yozilsa ular, uchinchi shaxs ko'plik. Akuzativ degani meni, seni deganga o'xshash, ya'ni ya'ni shaxs almashlarning akuzativ holati deb tushunsanglar bo'ldi. Meni bo'lganda, masalan, meni unutib qolma yoki meni birga elib ol deganga o'xshash jumlalarda masalanga, yoki seni yaxshi ko'raman, ich liebe dich, ya'ni seni sevaman deganga o'xshash. Ya'ni ashta jumlada ishlatish uchun ya'ni mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, ya'ni bu shakllarni cho'qim yodlab olishinglar kerak. Ya'ni men buning bir sehrlik bir amali yo'q. Bunda yodlasanglar esinglarda qoldi deydiganga. Shu ko'p ishlatish orqali, ko'p mashq ishlash orqali esimizda tutib oladigan gap. Dativ degani manga, sana, uningga degandek shaklni ko'rsatadi shaxs almashlarning. Masalan, manga, mir, sana, dir, uningga im. Ya'ni shu shaklda. Buni cho'qim o'zinglar jiq vaqt sarf qilib yodlab olishinglar kerak. Genetiv degani, ya'ni Uyg'urcha chiqarsanglar, masalan, mening, sening, ya'ni bu egilik kelish, Uyg'ur tilidagi egilik kelish shakli, ya'ni mening, sening, uning, opamning, dadamning deganga o'xshash shakllar, ya'ni sizlarning, o'zlarining deganga o'xshash. Jumla ichida bir jumla tarjima qilgan vaqtinglarda umum jihatdan masalanga
Bu genitif mi, akuzatif mi bilenmisanlar cümle umum ma'nosini tarjima qilsanglar shuningdan chiqara olasizlar. Men bu videoda şu almash to'g'riliq sizlarga qisqa tushuncha berishni to'g'ri topgandim. Almash degan nima? Ya'ni fe'l bilan o'zidan boshqa turkumlarninki o'rniga almashib keladigan so'zni almash deymiz. Bizga eng muhimi shaxs almashlari. Shaxs almashlarining kelish qo'shimchalari bilan kelish ahvoli, ya'ni mushularni bir qisqacha tushuntirishni asos qilgandim. Ammo men keyin yana texmo tafsiliy videolarni ishlab taqdim. Keyingi videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Tschüss.